Mashinani zavod qildi, zavod bo'lishlarini eshityapsizlar mana. Bu yog'i mana bitta barmoni o'zida elektronniy bo'lyapti bu. Bu yoq tomonlari, qulayliklari, ya'ni haydovchimizni charchatmaydi, o'tirganda maza qilib o'tiradi. Shunaqa. Mana haydalmoqchi bo'lsangiz, kameraga urganda mana ko'rib turganinglarda, uch xil rang, qizil, sariq, yashil, ya'ni 3 metr, 2 metr, 1 metr oralarini bildirib turadi. Ko'rib turganinglarda konditsionerlardan tortib hamma narsa isitish tizimlari, hamma narsasi bor mashina. Fevral aksiyasiga start berganmiz. 1-fevraldan 28-fevralgacha faqat Shinrayt T30 ni yakkabalonli modeliga, xolasa benzinlisi, xolasa gazli modeli farqi yo'q. Xarid qilsa 6 million so'm avtomobil tannarxidan o'tib beramiz. 6 million so'mlik 4 martagacha bepul servisdan xizmat beramiz. Servis xizmati bor. Hozir biz taklif qilayotgan narsa ish haqi so'ramaydigan, ustiga foiz qo'shilmaydigan variantini taklif qilamiz. Ya'ni 30 yoki 40 yoki 50% to'lov qilsa, 1 yildan 2 yilgacha o'sha foizsiz to'layveradi. Ya'ni bitta pasport evaziga shunday kelib turib, bitta pasport bilan so'ralmaydi. Maden O'zbekiston milliy mahsul 2026 уже 26 ga 26 bo'lib chiqadi. Eski partiyadagi mashinalar qolmagan o'zi. Hammasi yangi, chunki mashina o'stirmayapti. Shunaqa bo'lyapti. Mashina o'sib ketib qolyapti. Oldin shu mashinalarga misol 2 yil yoki 40 ming kilometrgacha kafolat bergan bo'lsak, endilikda 3 yil yoki 60 ming kilometrgacha kafolat beradi. Qoyalarni bu tomondan ham ko'tarilish bor. Gaz balloni bor mana. Tayyor qo'yilgan. Orqa xarajatga o'tirmaysiz. Hop. Assalomu alaykum hurmatli Hamyobop kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa Shinraytdan bomba skidkali yangiliklar bo'layotgan ekan va yana kamiga rastrochkalarni ham yo'lga qo'yishibdi. Shu narsalarni sizlarga ulashgani, batafsil ma'lumotni olgani Sardor aka mutaxassis ollari keldi. Assalomu alaykum Sardor aka. Qanaqasiz? Bizning skidchimiz charchamasdan. Har doim bizni xayrlashayotganda yetib ketamiz. Yangilik bilan yengillikdan to'xtamaylar. Shu narsa sizlarda bor. Har doim yangiliklarni chiqaraverasizlar. Mana yana bitta yangilik bo'libdi. Ham yengillik bo'libdi. Batafsil tushuntirib berasiz endi bu narsalarni. Xullas, ko'pchilik kutgan, menimcha xalqimiz kutgan yangiliklar juda ko'p. Oldindan bir chaqirmoqchi edim, vaqt bo'lmay qoldi. Mana yana ustiga kelib qoldik. Hozir yo tartiblashga ulgurmadik, to'g'risi ko'rib tursa mijozlarimiz qo'yishmayapti. Mana shu turgan hamma mashina sodir bo'lingan. O'sha aksiyani e'lon qilganimizdan mana bugun 2-fevral kecha e'lon berganmiz. Kechani o'zi juda ham ko'p mashina sotilib ketdi. Ya'ni qanaqa? Fevral aksiyasiga start berganmiz. 1-fevraldan 28-fevralgacha faqat Shinrayt T30 ni yakkabalonli modeliga, xolasa benzinlisi, xolasa gazli modeli farqi yo'q. Xarid qilsa 6 million so'm avtomobil tannarxidan o'tib beramiz. 6 million so'mlik 4 martagacha bepul servisdan xizmat beramiz. Servis xizmati bor. Umumiy hisobda agar pulda chaqadigan bo'lsa, 12 millionlik chegirmaga ega bo'ladi. 12 million, to'g'ri. Bu ham qanchadir tarafdan ustunlik. Bu narsa o'zi asli biz oldin ham bir aksiya berdik. To'xtatdik aksiyani, yana avtomobil o'zining tan narxiga qaytdi, eski narxiga, ko'tarilgan narxiga. Keyin yana biz o'sha xalqimiz eng talabkor bo'lgan avtomobillardan hisoblangan T30 yakkabalonli bo'lgani uchun, shu xalq talab qilgani uchun yana shu aksiyani biz yo'lga qo'ydik. Xudo xolasa, menimcha manfaatli bo'ladi, foydalanib qoladigan joy deb o'ylayman. Foydalanib qolish kerak, aytganlaridek, kelish kerak, ko'rish kerak. Mana biz ham kelganimizga mana shu gaplashib turganimizga bir 15 minut bo'lgan bo'lsa, 15 minut ichida nechta xaridorlar kelib ketishyapti. Mana hozir bu yerda dubl kabinani ham okamga olishdi, parketga olib ketamiz deyishdi. Yaxshilikka xizmat qilsin, xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Buni endi bir sidra boshidan boshlab tushuntirib ketsin, motordan boshlab, xudo xolasa. Bu T30 modelimiz eng oxirgi chiqqan restyling versiyasi hisoblanadi, ya'ni sepli motor bo'ladi. Oldingi birinchi chiqqanlari remelli bo'lgan, remelli bo'lgan. Bular hozir sepli, ancha yaxshi. Motori ham 1.5, 1.15 ta ot kuchi. Oldinlari 1.2, 1.5 ta ot kuchi bo'lib chiqardi. Ancha kuchaytirilib, usilni qilib, ya'ni yana ham yaxshi chaqqon yuradigan bo'lgan mashinalarimiz. Ko'rib tursiz, old jihatlama juda ham chiroyli, faralari keng, lupali, tumankalari bor. Mana diskavallari ham 14 razmerdagi. Orqalari resor hisoblanadi. Endi buni oldi resor bo'lmaydi, yakkabalon hisobiga. Qo'shbalon bo'lganida oldi resorli bo'lgan bo'lardi buni. Bu endi hozir faqat 4 ta resor, baquvvat rama, ancha kuchaytirilgan. Ko'pchilik o'zi shu yuk mashina olishga keladigan bo'lsa, birinchi o'rinda shu orqasidan boshlab ko'radi. Salondan orqasidan tekismidan boshlaydi. Resori qanaqa, moslari qanaqa, misol chamasidagi yukni ortsam ko'tara oladimi, yo'qmi deb hisoblab, undan keyin boshqa qismini ko'radi. Zavodskiy orqa kameralardan jihozlangan, hammasida shunaqa bo'lib chiqyapti hozirgi kundagi avtomobillarimizda. Demak, ya'ni ichkarida monitor bor. Bor. Monitor ham oddiy magnitol emas, katta sensor monitor qilingan. Shu orqaga harakatlanadigan bo'lsangiz, monitorda tiniqgina, juda ham yaxshi o'sha rangli qilib ko'rsatib turadi, qancha metr masofa qolganigacha. Menimcha shu yuk mashinalar uchun qulaylik. Bu
Uzunasiga, eniga qanaqa bu? Hop, uzuni 3.15 ga, 1.72. Bu 3.10. 2 tonnani ko'taradi bemalol. Oho. 2,5-3 tonna deb ko'tarishyapti, ko'pchilik ortishyapti, lekin biz maslahat bermaymiz. Chunki o'zini me'yordagi yukni ortgan yaxshi. To'ppa-to'g'ri. O'shanga yarasha ekan qolgan qismlari ham uzoqroq muddatga xizmat qilib bera oladi. Belgilangan miqdorda yukni ortib yursa agar. Xo'p, qani bunimizda hozir benzinligi bo'lyapti. Hop, bu benzinli versiyasi, gazli versiyalari ham bor. Misol, mana bu yonimizda, oldimizda turganlari Mana bu yoqda bor gazli ekan, mana versiyalari. gazligi. Hop, mana bu yoqdagi mana gazli versiyasi. Aha. Benzinli mana salonni ko'rsataman. Hammasi bir xil bo'ladi. Koja salon bo'ladi. Polностью charm o'rindiqli. Pollari zavodskiy linoleum bo'ladi. Rullari elektrosvetochli bo'ladi. Monitorlari bor, sensor bo'ladi. ABS tormozi bor. Konditsionerligicha bor mashinada. Konditsionerligicha bor, albatta. Qulayliklari, kengliklari. Xuddi shunaqa. Bu endi benzinli versiyasi. Gaz versiyasida mana tagida ko'rib turibsiz. Gaz balloni bor mana. Tayyor qo'yilgan. Orqa xarajat qilib o'tirmaysiz. Hop, Chamasi bir shahar sharoitida endi 200 km deyilyapti. Agar normal yursangiz yurib beradi 200, bo'lmasa 190, 180. Shahar sharoitida. Trassalarda baribir ancha ekonomikroq bo'ladi. Ikkalasi bir xil model. Gazlidan farq jihati mana bu yoqda alohida o'zini zavodskiy knopkasi bo'ladi. SNG degan. Aha. Bu agar tashqaridan qo'yilganda bu narsa bo'lmas, alohida emulyator bo'ladi. Gazda qancha qolganini mana tabloni o'zidan ko'rsatib turadi. Benzinda qanaqa ko'rsatsa, tabloda ham xuddi shunaqa ko'rsatadi. Qolgan hamma qulayliklar bir xil. Mana o'zimizda Made in O'zbekiston milliy mahsulot 2026 уже 26 ga 26 bo'lib chiqadi. Eski partiyadagi mashinalar qolmagan o'zi. Hammasi yangi, chunki mashina o'stirmayapti. Shunaqa bo'lyapti. Mashina o'sib ketib qolyapti. Hammasi mana o'zimizda milliy mahsulotda. Mana shu turgan mana bu chetdagilar alohida. Mana bu o'rtada turgan mana bugungi kunning hisobidagi savdo уже. Mana 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta T30 mana. Aksiya boshlangandan beri 6 ta T30. Bugungi xudo xolasi chiqib ketadigan. Bu hozir sotildi bu уже, baraka bo'ldi. Sotildi. Bitta T32. Endi bular ham ana qilib qoldi. Bizga ham qilib beringlar. Endi T32 ga ham skidka bular qilib berayotgan ekansizlar. Endi bu asosan faqat T30 yakka bo'ldi bo'lgani uchun T32 ga skidka qilib bera olmadi. Endi menejerlarimiz o'zi chiroyli qilib mijozlarni xursand qilib sovg'alarni qilib berishdi. Baribir kelsa xudo xolasi, Xudo xolasa. ko'ngilli olib baribir nima deydi, mamnun bo'lib chiqib ketishadi. Albatta. Bu yoq tomondan har birini ko'rsatishadi. Hop, yanvar oyida biz barcha modellarga mana 32, 30 qo'shpolonli modellarimiz bor edi. Ularga biz o'sha yana mijozlarga qulaylik bo'lish maqsadida shunchaki mashinani xarid qilishsa sovg'a sifatida chexol, polik, dvigatel moylarini qo'shib berdik. Foydalanib qolganlar foydalanib qoldi. Endi u aksiyamiz tugadi. Endi fevral oyi uchun boshqa aksiya o'ylab qo'ydik. Ya'ni to'rt xarid qiladigan bo'lsa, xuddi mana shu 6 millionlik skidka servislarga ega bo'ladi. Umumiy 12 million so'm. Shunaqa. Ham aksiya muddat cheklangan. Hamma narsani muddat cheklangan. Buni muddat uzaygan taqdirda mashina yetmay qolyapti hozir. To'g'ri, mashina tanqislik bo'lib qoldi. Nimaga? Hozir aynan ko'pchilik kelayotganlar to'rt qo'shbalonni so'rab kelishadi. Mana shu modelni qo'shbalonligini. Talab shu darajada yuqoriki, salonda o'zimiz ko'rgazmaga ham olib qo'ya olmayapmiz. Har bitta shuncha odamlar qiziqib keladi-ku. Hech bo'lmasa xarid qilmasa ham ko'rgazmadagi mashinani kelib tasavvurda ko'rib ketsin, deyish uchun ham hozir mashina olib kela olmayapmiz. Shu gapni to'g'ri gapiryaptilar. Biz tepasida turib guvohi bo'ldik. Kelib bizga qo'sh balonlik kerak edi, reklamadan ko'rib kelgan edi deb aytdilar. Hozir bu yerda yo'q. Kelgani sirasi chiqib ketyapti qo'sh balonni. Turib biz ham ko'rib kelgan edik shu narsani deb kelib ko'rib, qachonga bo'ladi? Xabar olib turinglar desa, xabar oladi biz, bo'lmasa telefon nomerlarini olib qolib, bo'q qolishi bilan aytamiz deb. Aytishdi, xudo xolasa, u ham tez kunda kelib qoladi. Shunaqa, endi biz hozir aynan mana shunaqa mashina yetkazib bera olmaslik kamchiliklarda avvalambor xalqdan hozir oldindan uzr so'rab qo'yamiz, chunki biz bilmadik bu darajada sotib bo'lishini. Shu mana milliy mahsulotga aylangandan keyin xalqda ishonch yana ham ortdi. Biz yana shu ishonchni mustahkamlash uchun oldin shu mashinalarga misol 2 yil yoki 40 ming kilometrgacha kafolat bergan bo'lsak, endilikda 3 yil yoki 60 ming kilometrgacha kafolat beryapmiz. Qoyalarni bu tomondan ham ko'tarilish bor. Xalq bizga ishonch bildirdi, biz ham shu daraja ishonchni oqlash uchun kafolatini cho'zib berdik. Imkoniyatlar juda ham ko'p. Misol bu mashina eski partiya mashina yo mashina sotilmayotganidan emas. Xalqimizga yanada yengillik bo'lsin, foydalanib qolsin degan ma'noda biz maksimal imkoniyatdan kelib chiqib qulayliklarni qilyapmiz. Misol kafolatlarni cho'zyapmiz, skidkalar qilamiz, bonuslar qo'shib beramiz. Mana qanchadan beri mana avtokredit umuman yoqtirmaydiganlar bor. Ha, to'g'ri. Shu narsani hozir batafsil so'rab shuni aytib bering demoqchi edim. Avtokredit umuman yoqtirmay, shu o'zini pulini to'laylik, nasiya bo'lsin, boshqa bo'lsin deganlarga nasiya savdoni ham yo'lga qo'yganmiz.
Ya'ni misol T30, 32larimiz bor. T30 qo'shbalonlarimizga boshlang'ich 30, 40, 50% to'lasa, hop 1 yildan 2 yilgacha ya'ni o'sha oyma-oy to'lov qilib beradi. Ya'ni bu nasiya savdomiz ham через bank bo'ladi. Buni ham oldindan aytib ketamiz. Misol agar kelib narxga xarid qilaman deydigan bo'lsa, narxi boshqacha bo'ladi. Misol avtokreditga bo'lsa boshqacha, nasiyaga boshqacha. Shularni oldindan aytib qo'yamiz. Ya'ni telefon qilganda shunaqa kamchiliklar bo'ldiki, mijozlardan e'tirozlar bo'ldiki, bunaqa ekan, narxi unaqa ekan, boshqa joylarda ham unaqa emas-ku deb. Aslida hamma joyda tizim bir xil. Faqat aytilmaydi. Biz oshini oldindan aytib qo'yamiz. Agar misol nasiya savdoga xarid qiladigan bo'lsa, mashina narxi hisoblab beriladi-da, keyin misol 1 yilga olamansa, 1 yilga shunday bo'lib beriladi. 1 yilda shu bir xil summadan to'lab beradi. Ustiga foiz qo'shilmaydi. Bularning hozir nasiya savdoni ham har xil yo'li bor. Agar misol hozir 25% to'layman deydigan bo'lsa, uje unda ish haqi talab qilinadigan joyi bor. Misol 25% yoki 30% to'lab turib ham 2 yilga olaman desa ham, unda ham ish haqi so'raydi. Hozir biz taklif qilayotgan narsa ish haqi so'ramaydigan, ustiga foiz qo'shilmaydigan variantini taklif qilamiz. Ya'ni 30 yoki 40 yoki 50% to'lov qilsa, 1 yildan 2 yilgacha o'sha foizsiz to'lab beradi. Ya'ni bitta pasport evaziga shunday kelib turib, bitta pasport bilan olib chiqib ketilaveradi. Vaqt qanaqa ketadi buni olib chiqib ketishga endi? Bir kunda xudo xolasa. Hozir nasiya savdo ochilgandan beri hali 2 kunga cho'zilganini ko'rmadim. Endi agar misol avtokreditga keladiganlar bo'lsa, avtokreditdagi nomida kredit bo'lib qolib, shunaqa chala bo'lib kechga cho'zilib qolganlar bor. Lekin biz aytamiz, maksimal darajada kelishdan oldin haligida misol qo'shbalonni ko'rib kelyapman deb qolsa, mashina bo'lmay qolib qaytib ketgandan ko'ra telefon qilib kelsa, misol qo'shbalonga bormoqchi edim, xarid qilmoqchi edim desa, daniylarni tashib bersa, bu yerda menejerlar tekshirib ham beradi. Nomida kredit bormi, chiqadimi, yo'qmi? Tayyor qilib qo'yadi, keladi, mashinani tanlaydi, mana bitta mashinalar bo'lsa, misol imенно shu mashinani tanlang demaymiz. Mana shu qatorda turgan qaysi bir o'sha mijoz ko'ngliga yo'qsa, o'sha mashinalar vinkotni biriktirib beramiz, xarid qiladi. Sotilmagan bo'lsa bo'ldi. Sotilmagan bo'lsa bo'ladi. Hozir bilmayman misol, mana bu orada qaysi bir sotilgan, sotilmagan. Hozir mana bu misol T32 sotilgan. Shuning uchun tezroq shoshilib qolish kerak, mana bunaqa aksiyalardan foydalanib qolish kerak. Misol uje soqqani qiladigan vaqti keldi. To'g'ri. Bu mashina o'zi pul topar mashina, bu mashina har tomondan bemalol olib nima deydi? Hozirgi o'zimizdan chiqayotgan bo'lgandan keyincha ehtiyot qismdan ham muammo yo'q. Servis xizmatlari bor. Mana tepada ko'rib turganinglarda avtoehtiyot qismlar ham hamma narsa bor, bemalol bo'lyapti. Servis yo'qda misol bu narsa do'konlarimiz ham yo'q. Yana o'sha mijozlarga qulay bo'lish maqsadida bari mashina xarid qilishga keladi. Boshqa chunki oilasida 7 tagacha shinray bor ekanlar bor-da, bilaman. Keladi, yana mashina olib ketadi, bahonada misol qaysi qismini, ehtiyot qismini olib ketay deydi. Bozorga kirib aylanib yurmasin dedikda, mana ikkinchi tarafchi o'zidan original zapchastlar, hammasi original. To'g'ri, bozornikiga nisbatan narxi qanchadir qism yuqori bo'lishi mumkin, lekin original hisoblanadi. Original. Sifat, misol garantiya beriladi. Servisimiz ham xuddi shunaqa. Servis ham uzoq emas, mana shu o'zida. Kelsa, qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, albatta garantiya asosida, garantiya ichida bo'lsa, qilib beriladi, muammosiz. Shuning uchun kelishadi, xarid qilishadi. Motor 1.5 atmosferli sepli motor bo'lyapti. Gazda etilindi, gazda 180 km bilan 200 km atrofida shahar ichida yuradi. Benzindachi, benzinda qanaqa bo'ladi? Benzinda rasxodi, xo'p, 100 km ga yuksiz holatda 7-8 litr, yuki bilan chamasi bir 10-11 litrgacha rasxod qiladi. Yuki bilan bo'lganda. Ha, shunaqa. Hop, ustunlik tomonlari ko'rib turganinglarda salon boya ko'rsatilganda kojinli salon bo'lyapti. Keyin buni yana ham qulayligi haligi o'tirgan odam, mashinani boshqaradigan odamga bu ya'ni rul gidravlika emas. Shunaqa, gidravlika emas, bu ancha yumshoq, yoqib ko'rsangiz ham. Bismillah. Bittada bilasiz, bitta barmoqda boshqa. Mana mashinani zavod qildi, zavod bo'lishlarini ham eshityapsizlar mana. Bu yog'i mana bitta barmoqning o'zida elektronlik bo'lyapti bu. Bu yoq tomonlari, qulayliklari, ya'ni haydovchimizni charchatmaydi, o'tirganda maza qilib o'tiradi. Shunaqa. Mana haydalmoqchi bo'lsangiz, kameraga urganda mana ko'rib turganinglarda, uch xil rang, qizil, sariq, yashil, ya'ni 3 metr, 2 metr, 1 metr oralarini bildirib turadi. Ko'rib turganinglarda konditsionerlardan tortib hamma narsa isitish tizimlari, hamma narsasi bor mashinaning qulayliklari zo'r. O'tirganda ko'ryapsizlar, mana bunaqa tikka bo'lib qolishi yo'q. Bemalol o'tirilib, sidenalar ham oldiga, orqaga suriladi. Bemalol o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi. Rulni ko'p mashinalarda o'tirganda rul
taqalib qoladi, qadalib qoladi. Mana bunday kenglik, kattaliklarni ham ko'ryapsizlar, bemalol chiroyli o'tiriladi. Podsetkalar ham ikki tomonga ikki alohida qilib qo'yilgan. Orqadan ko'rib turish ko'ryapsizlar qanaqangi bu tomonlari hammasi bor. Yana ham ustunlik tomoni, ko'pchilik bizda mashina olinganda birinchi bo'lib, ya'ni xavfsizlik tomonidan signalizatsiya pult qo'ydiraman deyshadi. Bu narsa o'zligida bor. Tayyor, pult bor mashinada. Signalizatsiyalari bor, zapas kartlari bilan hamma narsasi bilan bo'lyapti. Bu tomonlari ham qulayliklari, ustunliklari bor. Xo'p. Qo'sh balon bilan buni narxida farqlari bormi? O'zi narxi qanaqa bo'lyapti hozir? Narxida farqi bor. T30 benzinli modelimiz 163 million 125 ming chiqadi. Gazlisi 173 million 125 ming chiqadi. Qo'sh balonimiz 184 million 375 ming. Mana narxi. Agar hozir aytganimizdek hali avtokredit nasiya bo'lsa, narxlari boshqacha bo'ladi. Hozir skidkadagi avtomobilimiz aynan shunday T30 ni yakka balonlisiga bo'ladi faqat. Shu hozirgi aytgan summangizda 163 millionda bu mana shu 6 milliondan olinganimi yo'q o'sha bilan birga bo'lyapti? Tan narxi 160. Tan narxi. O'sha tan narxidan biz minus qilib tashlaymiz. 6 million yana olib beradi. Ya'ni taxminan 157 millionlarga bo'lyapti. Shunaqa, taxminan 157 million. Undan tashqari yana 6 millionlik 4 martalik servis xizmati bor. Servis ham bor. Voy, oladigan payti ketdi, shoshilish kerak. Fevralni tugatmaylar. Bu faqat hozir fevral oyi uchun ketilayotgan aksiya. Albatta. Undan tashqari yana o'zligida servis xizmatlarida kimgadir mana bunaqa tentlik qilib berilish yoki karvona tepasiga qo'yib termizlik qilib beriladigan bo'lsa ham o'zligida servis xizmatlarida bor. Ovoragarchilik qilmasdan kelib gaplashilinsa, shetni o'zidan bitkizib tayyor qilib ochib ketaverasizlar. Gazlikni ham o'zligidan oladigan bo'lsangiz, kafolatlar bizilinmaydi. Kafolatlar saqlanib qolinadi. Bu tomonlari bor. Narxlarni ko'rdinglar qanaqaligini. Bu yoqqa skidkalar ketyapti. Ustunlik tomonlari juda ham ko'p mashinani. O'tirgan odam bemalol maza qilib, charchamasdan haydaydi. Yoz kunida muzdakkina, qish kunida issiqqina maza qilib yurishadi. Xo'sh, dubl kabinadan ham bormi? Bitta ko'rsatib o'tib ketishga? Dubl kabinadan bor. Hozir bu yerda ochig'i bormikan? Hozir ko'ramiz. Dubl kabina ham xizmatga bilasizlar, ham oilaga xizmat qilish uchun, ham o'zini xizmati uchun maza qilib yuradigan mashinalardan bittasi bu ham. Dubl kabina bo'lyapti, ya'ni 5 kishilik bo'lyapti bu. 5 kishi bemalol maza qilib yursa bo'ladi. Ichkarida odamlarni, mana xaridorlarni ko'ryapsizlar, ichkar to'la odam. Ichkarida 32 miz bordi, ichkarida ko'rsatamiz. Xaridor girib bo'lib qolgan. Boyaga aytganlarida yolg'on emas, har qatda uspet qilib bo'lmayapti deganlardi. Shunaqa bo'lyapti. Ichkari kirganini ko'ryapsizlar, odam bor. Xo'p, mana. Bu T32 dubl kabinamiz. Mana. Benzinlisi. Bu motor bir xil, 1.5, bu ham 115 ot kuchi. 5 tagacha sig'diradi. Ustunlik tarafi odam ko'proq olasiz. Orqasiga ham, mana salonlari ham, orqa o'rindiqlari ham hattoki o'sha koja qilingan, oddiy material emas. Orqasi ham hatto koja, tek qismida ham mana qo'shimcha joyi bor, misol narsa qo'yaman siz. Mana poli ham linoleum zavozga o'zida. Unga ham ortiqcha xarajat qildirib o'tirmaysiz. Qo'shimcha linoleum tashlayman, boshqa qilmayman. Bortda ham anchagina keng, oldin 2 lik bo'lsa, hozir 260 bo'lgan. 260 ga 172. O'sha kattalashdimi ham kattalashgan. 1,5 tonna yuk ko'taradi. Unga ham 2 tonna, 2,5 tonna ko'tarib yurganlar bor ekan, lekin maslahat bermayman, tavsiya bermayman. O'zini shu belgilangan miqdordagina ortiqcha ko'proq muddat xizmat qilib beradi. Bu yerda mana kameralari ham bor bunda, o'zida zavodskoy. Xuddi shu T30nikida tiniq, chiroyli ko'rsatib beradi. Resorlari ham bir xil mana, resor, rama, baquvvatligi, texnik parametrlar deyarli bir xil. Faqat dubl kabina bilan o'sha bortida farqi bor. Bu dubl kabinalar ham Shinera bu hammasi o'zimizdan milliy mahsulot bo'lib chiqyapti. T30, qo'sh balonli, yakka balonli va dubl kabinalar hammasi o'zimizdan milliy mahsulot bo'lyapti. O'zimizdan chiqayotgan mashinalar bo'lyapti. Kelish kerak, ko'rish kerak, olish kerak. Mana orqani ham kengligini ko'ryapsizlar. Mana bismillah. Mana ko'pchilikda aytilinadi-yu, dubl kabina kichkina bo'lib qoladi. Men o'zim bo'yim 1.83, yesim 100 pastchi. Mana kenglik, kattalik, tepalari, balandliklari, orqaga mana bu alohida chiroqlari, yoritish tizimlari bor ekan. Oldida haydovchiga ham buni qulaylik tomoni, ya'ni sidenani bemalol
Shunaqa yana yotqizib, yotqizib, surishda yo tomonlari ham bor, o'tirganda keyin o'zi mana shunda o'tirganni o'zida ham mazza. Yana ham agar yo bunda tushirib olaman yoki ertmetga borganda dam olay, yotaman desa ham tushirib olay, bemalol dam olsa ham bo'ladi. Oilaga xizmat qilish tomonidan ham juda ham qulay. Bir xillada bo'ladi, ya'ni yakka kabina bo'lib qoladi-da, uyga ham yengil mashina olib qo'yishim kerak bo'ladi. Deyshadi, mana ham yengil mashinani xizmatini qiladi oilaga, ham yuk xizmatini qiladi. Buni narxi hop, bu benzinlisi 172 million 500 chiqadi. Gazlisi 183 million 125 ming chiqadi T38'miz. Hop. Bularimiz hozirgi dubl kabina bilan yakka balonli nalichada xudo xolasa bor hozir. Bor. Chunki biz o'zimiz guvoh bo'lib qolgandik, hozir qo'sh balonliga xaridorlar kelganda yo'ligini ko'rib, o'shaning uchun so'rayapmiz, xudo xolasa bor bular. 30 qo'sh balonimiz ham xudo xolasa kelib qoladi. Bu yerda berganmiz katta partiyada. Kelishi bilan uni ham xudo xolasa e'lon qilib, xalq o'sha kutgan xalqimizni tezroq mashinaga yetkazib beramiz, nasib qilsa. Xo'p. Bu narsalardan foydalanish kerak. Biz ham bejizga aytmaymiz. Fevral hozirgi aksiyasi ketyapti. Fevral oyimiz o'zi qisqa. Oylar ichida eng qisqa oy fevral oyi bo'ladi. 28 kun. Shundan foydalanish kerak. Mana bugun 2-fevral bo'ladigan bo'lsa, bu yog'iga xudo xolasa 26 kun, 25 kun vaqt qolyapti. Kelib olinglar, uspet qilinglar, tirikchilik qilinglar. Alloh hammaga xayrlisini, barakaligini bersin. Bizning manzilimiz Toshkent shahar, Sergeli massiv V1, ya'ni ipodrom Absaqa tarafdan keluvchi bo'ladi. Qo'liq qarab ketaverish, ya'ni Sergeli mashina bozori shuni orqa qismida yo'lning yuzida betongada joylashgan Shinara SFM Absalom. Nobodoga manzilga sal qiynaladigan bo'lsanglar, pastda telefon nomerlari ko'rsatiladi. Qo'ng'iroq qilib, manzil deb so'raydigan bo'lsanglar, lokatsiyalarni aniqini tashab berishadi. Bizdan kam ko'rsatib o'tgan bo'lib yoki sizlarga qiziq, o'zingizga kerak bo'lgan informatsiyani bera olmay qolgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol shu kerakli ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi. O'zingizga tashrif buyurib, test drive'lar bor, bemalol mashinani haydab ko'rib, o'zingizga nima deydi, ishonch hosil qilib xarid qilsanglar bo'ladi. Sardor aka, sizga ham rahmat. Tanisovimizni har doimgidek shu yangilik bilan, yengillikdan to'xtamanglar. Xudo xolasa. Har doim oluvchilarga ham, sizlarga ham xayrli, barakali bo'lsin. Bizga ham nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshilikni ko'rishaylik. Salomat bo'ling.